Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi turkcha grammatika darsimizning temasi chiqish kelish qo'shimchasi. Ya'ni turkchadagi chiqish kelish qo'shimchasi din, til. Ya'ni turkcha uzoqlashma durumu, uzoqlashma eki. Nima ekan bu? Dan, den, tan, ten. Uyg'urcha odatda chiqish kelish qo'shimchasidan nima edi? Din, tin. Shundaqmi savatdoshlar? Endi bu chiqish kelish qo'shimchasimiz nima degan vaqtimizda o'zining ismidan chiqib turadi-da, bir yerdan chiqib ketasiz deyapti-da, bir yerdan chiqyapsiz, bir yerdan chiqasiz, ketasiz deyapti-da. Masalan, jumlalarni tuzib boqaylik. Biz Uyg'urcha jumlalarni tuzib boqaylik. Men sinfdan chiqdim. Shundaqmi savatdoshlar? Meniki sinfdan chiqqanligimni bildirdi. Men qanday qilaman? Bozordan kelyapman. Qanday bozordan boshqa yerga, ya'ni bir yerdan siz yani chiqyapsiz. Yani bunu bir şekil bo'yicha tushuntirib baqsaq savatdoshlar, bir nuqtadan yoki bir yerdan bir narsaniki chiqqanligi, shundaqmi? U yerga kelganligi bo'lmasdan qanday u yerdan chiqqanligini bildiradigan shundaq jumlalarni biz odatda chiqish kelish, ya'ni turkcha uzun davatida uzoqlashma. Qanday qiladi bir yerdan yiroqlashyapti, yiroqlashidi davatida. Buningki turkchadagi qo'shimchalar qaraydigan bo'lsak, nima ekan savatdoshlar? Dan, den, tan, tendan iborat ekan. Buningki Uyg'urchasicha desak din, tin ekan. Shundaqmi savatdoshlar? Men maktabdan, men ishxonadan, men uydan degandek paloni yerdan pustoni yerga. Shundaqmi? Ma'lum bir yerdan chiqishni bildiradigan qo'shimchalar ekan savatdoshlar. Endi hozir bu jumlalarga qaraydigan bo'lsak savatdoshlar, oldingi darslarimizda biz nima degan edik? O'rin kelish qo'shimchalarini so'zlab o'tgan edik va buning grammatikal qoidalarini bu bo'yicha yozgan edik biz. Ya'ni bizningki o'rin kelish qo'shimchasi to'g'riliq so'zlagan darsimizni ko'rib chiqsanglar bo'ladi savatdoshlar. Biz bu grammatika qoidasi va bu jumlalarni shu darsimizda so'zlab o'tgan edik. Nima degan edik biz? Ya'ni o'rin kelish qo'shimchasi nima degan edik? Da, da, ta, ta. Shundaqmi? Da, da, ta, ta degan edik. Qaraydigan bo'lsak, hammasining oxirisida qanday bu ne harfi yo'q edi. Da, da, ta, ta degan edik. Shundaqmi? O pazarda. Çocuk evde deganidek bunun oxirisida qanday bu ne harfi yo'q edi savatdoshlar. Qaysi darsimizda dedik? O'rin kelish qo'shimchasi degan darsimizda shuni so'zlagan edik. Nima degan edik biz savatdoshlar? Agar shu so'zningki oxirida yoki oxirgi bo'g'imida bu so'ziq tovushlar bo'lib qolsa da, agar oxirgi bo'g'imida bu so'ziq tovushlar bo'lib, bu 8 tane uzuk harf bilan oxirlashsa ta, shundaqmi? Agarda oxirgi bo'g'imida yoki oxirida bu ince bu so'ziq tovushlar bo'lsa, nima? Da qo'shimchasi. Agarda oxirgi bo'g'imida bu so'ziq tovushlar bo'lib, bu 8 harfning ichidagi bir harf bilan oxirlashsa nima degan edik biz? Ta qo'shimchasi qo'sh orqali shu o'rin kelish shaklini yasaymiz degan edik savatdoshlar. Buningga diqqat. Endi-chu bu chiqish kelish qo'shimchasini qanday qilamiz degan vaqtimizda dal biz o'rin kelish qo'shimchasi so'zlab o'tgan grammatikal qoidalarning hammasi o'xshash ishlaydi savatdoshlar. Shuning hammasiga o'xshash ishlaydi. Faqatlam biz şu da, da, ta, ta deb o'rgangan bu grammatikal qoidalarga o'xshashlam holda faqat şu dani dan, dani dan, tani tan, tanicho tan degan qoida bo'yicha mushu bo'yicha biz o'zgarsak bo'ladi savatdoshlar. Mushu bo'yicha o'zgarsak biz chiqish kelish qo'shimchasi yasagan bo'lamiz. Chiqish kelish qo'shimchasi yasagan bo'lamiz. Hamda buning grammatikal qoidasini biz boshdan boshlab so'zlab boqaylik. Chiqish kelish qo'shimchasi ya'ni bu dan, den, tan, ten qo'shimchalarini qanday qilamiz deganda, undaqda diqqat savatdoshlar. Yangidan kelamiz. Agarda diqqat, bir so'zning oxirida yoki oxirgi bo'g'imida a, u, o, udan iborat bu so'ziq tovushlar bo'lsa, biz bu so'zning oxiriga dan qo'shimchasi qo'shish orqali şu sözün çıkış kelish shaklini yasaymiz savatdoshlar. Agarda so'zlarning oxirgi bo'g'imida bu so'ziq tovushlar bo'lib oxirisi bu uzuk tovushlar bilan oxirlashsa, ya'ni bu 8 uzuk tovushning ichidagi ma'lum bir uzuk tovush bilan oxirlashsa, biz u so'zning oxiriga tan qo'shimchasi qo'shish orqali chiqish kelish shaklini yasaymiz. Agarda-chu bir so'zning oxirida yoki oxirgi bo'g'imida ince so'ziq tovush degan bu a, i, o'dan iborat bu so'ziq tovushlar kelsa, biz normal holda dan qo'shimchasi qo'shish orqali chiqish kelish shaklini yasaymiz. Agarda oxirgi bo'g'imida bu a, i, o'dan iborat so'ziq tovushlar kelib, endi
eng oxirida bu 8 uzuk tovushdan, uzuk harfdan birisi kelib qolgan ahvolda biz shu so'zning oxiriga tan qo'shimchasi qo'shish orqali chiqish kelish shaklini yasaymiz. Tushunishlik bo'ldimi savatdoshlar hozir? Tushunishlik bo'ldi deb qarayman. Undaqda biz bu oldingi darsimizda olgan bu misollarga bir qarab boqaylik. O pazarda, shundaqmi? U bozorda deb biz o'rin kelish qo'shimchasi da qo'ygan edik. Hozir biz nima dedik? Faqat o'rin kelish qo'shimchasi qo'yganning keyniga ham da tataning keyniga faqat nima qo'yamiz dedik? Biz ne harfi qo'yib qo'ysak, biz shu chiqish kelish shaklini yasagan bo'lamiz, chiqish kelish jumla yasagan bo'lamiz deb o'tdik. O pazarda. Undaqda qaraylar. O pazarda deganimizning tarjimasi u bozorda degan gapdi. Endi biz masalan deylik, u bozordan kelyapti degandek bir jumla o'zgartmoqchi bo'lsak savatdoshlar, o pazarda biz nima qilar ekanmiz? Shuning oxiriga ne qo'yamiz dedik-ku, hozirgi o'rin kelish qo'shimchasi bilan selishtirgan sharoitda. Endi biz buni boshdan bir qarab boqadigan bo'lsak, o pazar, shundaqmi savatdoshlar? Oxirgi bo'g'imni qarasak, a ekan. Ve ahırısı nima? R harfi bilan tugabdi. R deganimiz mayadagi bu 8 uzuk tovushning ichida bormi? Yo'q. Shundaq bo'lgan sharoitda oxirgi bo'g'imida bular bo'lsa nima bo'ladi savatdoshlar? Dan qo'shimchasi qo'shatdi. Shuning bilan bu nima bo'lib ketdi desak, dan bo'lib ketdi savatdoshlar. O pazardan nima deyli bu yerga? Geliyor deyli, shundaqmi? O pazardan geliyor. Nima dedik? O bozordan kelyapti degan bir chiqish kelish, ya'ni bir yerdan chiqqanligini bildirdik. Çocuk evde degan kemiz burun. Çocuk evde. Nima degan gap bu? Bala öyde. Endi bala öyden desakchi, ev deganimiz qarasak, tarkibida nima bo'lsa vaqtdoshlar? E bo'lsa nima bo'ladi? Den. Shundaqmi vaqtdoshlar? Evden, çocuk evden nima deyli bunga? Chiqmıyor. Çocuk evden çıkmıyor desek nima dedik biz? Bala öyden çıkmaydı. Yani bir yerden degan gap. Ben yolda deb ekanmiz. Yol deganning tarifiga qarasak, nima bor ekan bunda? O so'ziq tovushi bor ekan savatdoshlar. Shuning bilan nima bo'lish kerakdi bu? Yo'ldan. Shundaqmi? Tarkibida o bo'lganligi uchun va oxirisi l uzuk harfi bilan oxirlashdi. Shuning bilan nima qo'shishimiz kerak bu yerga biz? Dan. Da deb ekanmiz burun qanday vaqtda? O'rin kelish qo'shimcha degan vaqtimizda. Nima dedik biz hozirgi grammatikalik shakllarimizda? Faqat o'rin kelish qo'shimchalarining oxiriga nelam qo'shib qo'ysak bo'ladi deyapmiz. Dan. Shundaqmi savatdoshlar? Ben yoldan nima deyli bunga? Geçiyorum deyli, shundaqmi? Yoki geçtim. Ben yoldan geçiyorum. Nima dedik? Men yo'ldan o'tyapman deyapmiz. Öğrenciler sınıfta deb ekanmiz. Nima? O'quvchilar sınıfta deb ekanmiz. Endi masalan buni savatdoshlar sinfdan chiqyapti degandek bir jumla tuzsak savatdoshlar, oxirgi bo'g'imni qaraydigan bo'lsak, I baken, nıf yani. Nıf deganimizning tarkibida nima bor ekan? I. Oxirisini bilan oxirlashibdi f. F deganimiz 8 uzuk harfning ichida bormi? Ba. Shuning uchun nima bo'lish kerak savatdoshlar? Bu I ham ba, ham f bilan oxirlashib, shuning bilan nima bo'lish kerak? Tan. Bunu biz o'rin kelish nima deb ekanmiz? Ta deb ekanmiz. Faqat keyiniga ne qo'shimiz dedik, shundaqmi savatdoshlar? Tan. Öğrenciler sınıftan çıkıyor yoki öğrenciler sınıftan geliyor desek savatdoshlar normal bo'lgan bir chiqish kelishlik jumla tuzgan bo'lamiz. Bilgisayar ofisda deb ekanmiz. Bilgisayar ofisda. Nima debdi bu? Kompyuter ishxonada deb ekanmiz. Qaraydigan bo'lsak, ofis oxirisi nima? Fis. Tarkibida nima bor? I bor, ham oxirlashgan harf nima? S harfi. S harfi bu 8 uzuk harfning ichida bormi? Bor. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? I ham bor. Bu 8 harflar ham oxirlashdi. Shuning uchun nima? Tan. Bilgisayar ofisdan nima deyli buni? Kompyuter ishxonadan olindi deb baqala. Elinde deyli. Bilgisayar ofisdan olindi. Ya'ni kompyuter ishxonadan, shundami? Ishxonadan elinde. Keyin qarasak-chu, para Ahmet deb ekanmiz, pul Ahmet deb ekanmiz. O'rin kelish jumlada nima deb ekanmiz? Para Ahmetda deb ekanmiz, pul Ahmetda. Biz nima dedik? O'rin kelish qo'shimchalarining oxiriga faqat nelam qo'shib qo'ysak, chiqish kelish qo'shimchasi, chiqish kelish shakli bo'ladi dedik, savatdoshlar. Qarab boqayli, mat. Buningki Ahmetninki qanday oxirgi bo'g'imi matga. Tarkibida nima bor? So'ziq tovushi ham bor, ham oxirisi bu 8 uzuk harfning ichidagi t harfi bilan oxirlashibdi. Shuning bilan nima bo'lib ketish kerak bu? Tan. Ahmet tan. Para Ahmetdan nima deyli bunga? Olindi deb baqala. Pul Ahmetdan
elinde, yani Ahmet'tin shundaqmi bir narsa chiqyapti, yani uningdin da'vatimiz. Keyin qarayli, onlar parkda. Nima? Ular bog'chada deb ekanmiz burun. Qarab boqaylar, park. Nima ekan bu? Bog'cha. Tarkibida nima bor? A so'zuq tovush bor va oxirlashgan uzuk tovush nima ekan savoqdoshlar? K harfi. K bu yerda bormi? Bor. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? A ham bor, bu uzuk tovush ham bor. Shuning bilan nima bo'ldi bu? Danmi, tanmi desak nima? Tan. Park, tan. Onlar parkdan nima deydi buning keyiniga? Geliyor deb boqalar. Yoki geldi, shundaqmi? Ular bog'chidan kelyapti, bog'chidan keldi, bog'chidan chiqdi degandek chiqish kelishlik bir jumla tuzsak bo'ladi. Soat 5 ta deb ekanmiz. Nima? Soat 5 ta deb ekanmiz. Soat 5. 5 ga qarasak tarkibida nima bor ekan buningki? A so'zuq tovushi va oxirlashgani nima ekan? Sh uzuk harfi. Sh ham bor, A so'zuq tovushi ham bor. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu savoqdoshlar? Tan. Shundaqmi? Soat 5 tan. Nima deyli biz? Soat 5 dan sonra deb baqili, shundaqmi? Sonra. Sonra degan nima? Keyin degan gap-ku. Soat 5 dan keyin degandek bir jumla tuzgan bo'ldik, savoqdoshlar. Darsimizni yig'inchoqlasak savoqdoshlar, ya'ni bu chiqish kelish qo'shimcha degan bu darsimizda bu grammatikalik qoidalarni yana boshdan boshlab o'rganishdanki, yaqlashdinki bak hojat yo'q, savoqdoshlar. Faqat biz o'rin kelish qo'shimcha degan shu darsimizdagi qoidalarni yaxshi bilsak, shu qo'shimchalar, ya'ni da, ta degan qo'shimchalardan keyingi faqat ne harfi qo'yib qo'ysaqlam, biz bu chiqish kelish qo'shimchasini tuzgan bo'lamiz, savoqdoshlar. Chunki buniki grammatikalik qoidalari boshdagi qoidalarga o'xshash bo'lganligi uchun biz hozir buni ayrim bir dars qilib so'zlamadik. Savoqdoshlarniki mushu jihatda diqqat qilishni so'rayman, diqqat qilishni so'rayman. Faqat o'rin kelish qo'shimchalaridagi qo'shgan dada tataning keyin qanday qiladiganman savoqdoshlar? Ne harfi qo'shsak va oxiriga shu jumlani qurashtirib qo'ysak, biz chiqish kelishlik bir jumla tuzgan bo'lamiz. Darsimizni yana bir qatim boshdan yig'inchoqlab olsak savoqdoshlar, agar bir so'zning oxirida yoki oxirgi bo'g'imida bu so'zuq tovushlar kelsa, keyiniga dan qo'shimchasi qo'shadi ekanmiz. Agarda oxirgi bo'g'imida bu so'zuq tovushlar kelib, shu 8 uzuk harfning ichidagi bir harf bilan oxirlashsa, keyiniga qanday tan qo'shimchasi qo'shadi ekanmiz. Agar normal holatda bir so'zning oxirida yoki shu bo'g'imning tarkibida, oxirgi bo'g'imning tarkibida bu so'zuq tovushlar bo'lsa, dan qo'shimchasi qo'shadi ekanmiz. Agar oxirgi bo'g'imida bu so'zuq tovushlar kelib, oxirisi bu uzuk harflar bilan oxirlashsa, biz tan qo'shimchasi qo'sh orqali chiqish kelish shaklini yasaydi ekanmiz va shu bo'yicha jumlalarni tuzdi ekanmiz. Tushunishlik bo'ldimi deymiz savoqdoshlar. Bugungi chiqish kelish qo'shimcha darsimiz mushu yergacha bo'ldi. Savoqdoshlarning darslarini yaxshi o'zlashtirib, yaxshi takror qilib, menga tilakdoshman. Kelajak qatimliq darsimizda ko'rishguncha hammanglar Allohga omonat.